tovar transport yuk xati haqida gaplashamiz, TTN haqida gaplashamiz. TTN demak bu tovar moddiy boyliklarini hisobdan chiqarish, ularni olib o'tish, kirim qilish, ombor operatsiyalari, buxgalteriyani yuritish uchun mo'ljallangan hujjat. Ha, yuk xati deymiz, TTN deymiz. TTN o'sha xuddi shot faktura kabi bu ham elektron jo'natilishi kerak bo'lyapti. Elektron rasmiylashtirilgan yuk xati, e'tibor bering, mana shu joyini e'tibor bering. Bu siz bilan biz Vazirlar Mahkamasini 249-sonli qaror bilan tasdiqlangan nizom haqida gaplashyapmiz. Shu normativ hujjatimiz bo'yicha. TTN elektron shakllantirilgan, ya'ni belgilangan tartibda shakllantirilgan TTN TMZni hisobdan chiqarishga, narigi tomonga kirim qilinishga, transport ekspeditorlik xizmatlarini ko'rsatish uchun hisob-kitob qilishga, transport ishini hisobga olishga, haydovchiga, sotuvchiga yoki o'sha dastavshikka oylik hisoblashga asos bo'lib hisoblanadi. Mabodo siz TTNda yubora olmasangiz, 5 kun ichida xuddi faktura kabi yuborishingiz mumkin, zadniy chislo bilan, agar texnik nosozlik bo'lsa. Lekin TTNda fakturaga o'xshab 10 kun zadniy bilan yubora olmaysiz. Ya'ni bunda cheklov 5 kun. Siz belgilangan muddatda, belgilangan tartibda TTN yubormasangiz, demak sizda bu narsa javobgarlikka olib keladi, ya'ni soxta hujjatlar bo'yicha tashxis hisoblanadi. Shuning uchun TTNni yuborishda tartibga amal qilishingiz kerak. Xo'p, endi TTN bilan shot fakturani birga rasmiylashtirish haqida gaplashamiz. Qarang, qachon TTN yozishim kerak, qachon faktura berishim kerak. Mana shuni bilib olishimiz kerak. Aslida faktura realizatsiya bo'lganini bildiradi. TTN tovarni klientga berib yuborilayotganini bildiradi. Nima degani? Tovar klientga berilgan paytda realizatsiya bo'lyapti degani. Demak, TTN bilan bir vaqtda faktura yozilishi kerak. Ya'ni TTN qaysi kun bilan yozilgan bo'lsa, shot faktura ham o'sha kun bilan yozilishi kerak. Faqat bitta narsani e'tiborga oling. Buni siz bilan faktura jo'natganini o'rganganimizda ko'rdik. Tovarlar uzluksiz yuborilgani, bitta oyda ichida masalan har kuni siz o'sha klientingizga narsa jo'natib beradigan bo'lsangiz, har bitta TTNga faktura yuborishingiz shart emas. Bir oylik TTNlarni yig'asiz va yakuniy kolичествоga bitta faktura yuborishingiz mumkin. Bunga ruxsat berilgan. Lekin identichniy masalan kunda masalan 5-kuni pul tushiradi, 5-kuni yukini olib ketadi. 20-kuni tushiradi, 20-kuni yukini olib ketadi. Mana bu holatlarda TTN 20-kuni bo'lsa, fakturani 20-kuni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Aks holda siz demak kerak bo'lsa jarimalarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda shot faktura bilan TTN komplekt birlamchi hujjat hisoblanadi. Ya'ni tovar realizatsiya bo'lganini faktura bildirib bersa, ombordan haqiqatda chiqib ketganini TTN bildirib beradi. U tomondan qabul qiladigan bo'lsak, tovar buxgalteriyaga kirim qilinganligida shot faktura NDSda hisobga olishga shot faktura asos bo'lsa, haqiqatda o'sha tovar moddiy boylik omborga kirim qilganiga TTN asos bo'ladi. Demak, e'tibor bering, xizmatlarga TTN shart emas, tovarlar uchun TTN albatta bo'lishi kerak. Endi siz zadniy chislo bilan TTN yozolmayman-ku, masalan, qaysi prihodlarimda TTN bor, qaysi prihodlarimda TTN yo'q degan holatda yurgan bo'lsangiz, endi bitta variantda sizda risk bor, что bu prihodlaringizda ertaga inspeksiya soliq tekshiruv kelgan paytda TTN yo'q bo'lgan holatdagi prihodlarni hisobga olmaslikka haqqi bor, chunki chistomizdan o'zi yozib qo'yapti, mana bu narsani sizga boshqatdan o'qib beryapman. TTN tovarni hisobdan chiqarishga, tovarni kirim qilishga, yo'l haqini hisob-kitob qilishga, ish haqi yozishga asos bo'ladi deb yozilyapti. Demak, bundan ko'rinadiki, TTN albatta biz uchun muhim bo'lgan hujjatlardan bittasi. Xo'p, nima soliq oqibati bor agar biz TTN rasmiylashtirmasak, yoki nima soliq oqibati bor biz faktura rasmiylashtirmasak, yoki faktura bor TTN yo'q, TTN bor faktura yo'q. Mana shu holatlarda bizga qanaqa choralar qo'llanilishi mumkin? Yani bizni riskimiz qanaqa desangiz, soliq kodeksi 223-modda bu demak soliq bazasini yashirish. Soliq bazasini yashirish degani demak belgilangan soliq baza summasidan 20% jarima solishga sabab bo'ladi. Ya'ni
soliq bazasini yashirish deb nima e'tirof etiladi desangiz, bu 223 moddani umumiy oladigan bo'lsak, yuklarni tovar kuzatuv hujjatlarini rasmiylashtirmasdan yoxud soxta hujjatlar bo'yicha tashish. Ya'ni TTNsiz tovar sotish demak bu nima bo'lar ekan? Soliq bazani yashirish degan narsaga e'tirof etiladi va bu ertaga sizga 20% jarima solishga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu tovarda prixod bo'lmagan deb hisoblasa, o'zi avtomat ravishda demak sizdan nima qilishingiz mumkin ekan? Bu narsani soliq oqibati, ya'ni moliyaviy jarimasi olib kelishi mumkin. Mani shaxsiy tavsiyam maksimal ravishda, maksimal darajada o'sha kontragentingizdan TTN olishga harakat qiling. E, Va TTN olgan paytingizda o'sha belgilangan tartibda to'ldirilishiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni TTNni umumiy ha, 200 bitta mashinaga sig'masdan 2-3 marta qatnashsa, 2-3 marta TTN yozasizda. O'sha uchun har bitta perevozka uchun TTN yozishingiz kerak bo'ladi. Hop, endi qarang. TTNni rasmiylashtirishda 3 ta turi bor. Ombordan omborgacha, sotuvdan xaridorgacha qayta ishlashga topshirishgan. Davr haqida ketyapti mana. Ombordan omborgacha. Ya'ni sizni Sergelida filialingiz bor, boshqa joy tumanga olib bormoqchisiz tovaringizni. Ana o'sha holatda ombordan omborgacha degan tipda TTN yozasiz. Yoki sizda omboringizdagi yukni eksport qilishingiz kerak. Eksport qilgan TTN berilmaydi, GTD bo'ladi, to'g'rimi? SMRK bo'ladi, lekin bojxonagacha yukni olib borishingiz kerak. Ana o'sha holatda ombordan omborgacha TTN bo'ladi. Yoki teskarisi, importyor korxonasiz, bojxonaga tovaringiz keldi. Bojxonadan korxonaga toshishingiz kerak. Ombordan omborgacha TTN yozasiz. Ya'ni birinchi ombor bojxona, ikkinchi ombor firma ombori. Mana bu demak ombordan omborgacha TTN jo'natish. Sotuvchidan xaridorgacha. Bu degani demak siz realizatsiya qilyapsiz tovarni, demak shartnoma doirasida tovarni omboringizdan klientga sotyapsiz. Ana o'sha holatda siz demak ikkinchi elementalliz sotuvchidan xaridorga. Uchinchisi qayta ishlashga topshirish. Chakana savdo uchun shunday NKM bilan savdo qilingan TTNni rasmiylashtirish shart emas. Bu asosan perchistlik sotganimizda, tovarni boshqa korxonaga realizatsiya qilganimizda TTN rasmiylashtirilmaydi. Hop, korporativ kartaga sotib beriladimi deyapsiz. Korporativ karta bu chakana savdodagi realizatsiya hisoblanadi. Ya'ni siz klientga onlayn NKM chekini berdingizmi, chakana savdo bo'ldi. Unga faktura bermasangiz bo'ldi. Demak, TTN rasmiylashtirish kerak bo'lmay qoladi bu yerda sizda. Va uchinchisi qayta ishlashga topshirish. Bu davlat xomashyosini qayta ishlovchiga berish va qayta ishlovchidan unga qaytarib olish. Ana o'shanda demak qayta ishlashga topshirish TTNni rasmiylashtirasiz. Yoki tovarda komitentdan komissiyaga toshishda. Ya'ni komitent yukni egasi o'zini vositachisiga ombordan olib ketayotganda qayta ishlashga topshirish bu TTN beradi. Yoki boshqa shaxsga mas'ul saqlashga topshirayotganingizda. Ya'ni xraneniyaga berayotgan paytingizda ham siz demak qayta ishlashga topshirish degan TTN shaklini tanlaysiz. Bu demak mana bu yerda o'sha fakt hujjat turida TT2 deb yoziladi. Import tovar o'zizniki bo'lganda ham TTNlar BZNDS rasmiylashtiriladi. Import tovar o'zizniki bo'lsa ham o'sha bojxonadan omboringizga olib kelish uchun yozilish kerak bo'ladi TTN. Mana shu masalani aytib o'tdim men. Hop, TTN mana ombordan omborgacha, sotuvchidan xaridorgacha qayta ishlashga berish. Mana demak shakli. Uchala shaklda ham qachon qaysi vaqtda rasmiylashtirish haqida gaplashdik. Bizda TTN bo'yicha qo'shimcha nima aytishimiz mumkin bo'ladi? TTNda short fakturaga o'xshab men aytganimdek 10 kungacha zadniy bilan yozolmaysiz. TTNda 5 kungacha рассрочка qilishingiz mumkin. Ya'ni straxovka qiladigan buxgalterlarimiz uchun 5 kun xolos TTNda straxovkasi. Keyingi masala bizda savol bo'ladi. Vazrat bo'lganda kim TTN jo'natadi desangiz, vazrat bo'lganda klientingiz qiladi TTNda. Ya'ni minus bilan TTN qilmaysiz. Tartib bo'yicha demak, siz short fakturani minusda qo'yasiz, ular TTNda o'zidan sizga qilib qiladi. Xo'p,
TTNda qachon qog'oz variantda rasmiylashtirish mumkin unda degan savol keladigan bo'lsa, o'sha saytda texnik nosozlik bo'lgan paytda, mana axborot tizimida nosozlik aniqlanganda va o'sha holatda yoki davlat siriga taalluqli bo'lganda siz TTNda qog'oz variantda rasmiylashtirasiz. Lekin e, nosozlik bartaraf qilgandan keyin baribir elektron yuborishingiz kerak 5 kun ichida. Ya'ni bo'ldi qog'oz variantda TTN yozib qo'ydim. Qog'oz variantda shot faktor yozib qo'ydim. Endi TTNda elektron bermasdan bo'laveradi degan fikr bizda demak noto'g'ri bo'lar ekan. Ha, logika bu yerda TTN berish kerakmi degan narsa o'sha bitta noutbuk uchun, bitta перевозка uchun, bitta qo'mita bilan savol javoblarda просто tavsiya berildi. Ya'ni bu yerda rasman bitta tovar sotsang, ya'ni bir donaga telefon sotsang TTN berishing kerak, yoki bir donaga noutbuk sotsang TTN bermasang bo'laveradi degan tavsiyalar berildi. E, Bu yerda yuk yuzda imkoniyatdan kelib chiqasizda albatta. Keyingi masala yana tavsiyalarda shu narsani ko'p urg'u berildi. Qachonki e, kontragentingizni ombori bilan sizni omboringiz bitta territoriya, ya'ni bitta hududda joylashgan bo'lsa ham, ya'ni aravachada olib ketish mumkin bo'lgan holatda ertaga bu faktorni isbotlay olsangiz, TTN bermaslik mumkinligi haqida ham bu e, qo'mita bilan bo'lgan uchrashuvlarda tavsiya sifatida berildi. Lekin biz doim riskni oldini olishimiz kerak. Riskni oldini olishimiz kerak degan, demak TTNni maksimal ravishda olishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi o'sha kontragentimizdan. Bu demak TTNni rasmiylashtirish qanchalik zarurligi haqida e, muhim faktorlar. Hop, savol berishibdi keyin TTN bo'yicha. Hop, omborgacha bir tomonlama bo'ladi nima deb TTN so'rashadi. Shu import holatda o'sha omborgacha deyiladi. Bunga shot faktor yozilmaydi. Bu faqat o'sha o'zingiz qatnashasiz. Masalan, sizga ko'rsatmoqchiman shunaqa yozilgan TTNdan. Mana omborgacha bo'lgan TTNda mana galochka omborgacha bo'ladi. Jo'natuvchi ham qabul qilish ham o'zingiz bo'lasiz. Avtomat ravishda. O'sha yukni perechini ko'rsatasiz va jo'natilgan tasdiqlangan o'zingiz bo'lasiz. Bu demak omborgacha TTNda. O'sha tanlagangizda o'zidan omborgacha tanlagangizda avtomat ravishda yukni qabul qiluvchi ham jo'natuvchi ham o'zingiz bo'lib qolasiz. Ha. Bu demak TTN bo'yicha bilishimiz kerak bo'lgan asosiy nyuanslarimizdir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shot faktura bilan TTN bugungi kunda aktual birlamchi hujjat hisoblanadi. Ya'ni buni biz o'z vaqtida rasmiylashtirishga, o'z vaqtida qabul qilishga e'tibor berishimiz kerak. Reyting haqida gaplashgandik siz bilan, ya'ni o'sha korxonani barqarorlik reytingida, ya'ni ishonch hosil qilish uchun mana sizga demak yozilgan faktura jami qiymati qancha va berilgan ball. 100% belgilangan muddatda rasmiylashtirilgan bo'lsa 10 ball olasiz. 75%dan 100%gacha bo'lsa 7 ball, 50 dan 75gacha bo'lsa 5 ball, 25 dan 50gacha bo'lsa 2 ball, 25%gacha bo'lsa 1 ball bo'ladi. Mana bu demak TTN bu fakturani o'z vaqtida rasmiylashtirish uchun olishingiz mumkin bo'lgan ball, ya'ni reytingda. Ya'ni to'g'ri va o'z vaqtida rasmiylashtirganingiz uchun 10 ball olishingiz mumkin ekan barqarorlik reytingida. Bu demak, man sizga aytmoqchi bo'lganim TTN va shot faktura bo'yicha eng asosiy va aktual masalalar edi. Texnik jarayonlarni ham ko'rdik. E, Mana bu YouTube'ga yozgan savollaringda
Hop, xomashyo ikpusi davalchisi bilan perrabochida bir xil bo'lishi kerakmi degan savol berishyapti. Sizda o'zi beretkangizdagi ikpu serion ikpusi bo'ladi. Qabul qilayotganingizdagi ikpu bu уже mahsulotli ikpusi bo'ladi. O'z-o'zidan bu boshqa narsa bo'ladi. Hop, TTN rasmiylashtirishda firma nomida moshina bo'lmasa, direktor nomida moshina bo'lsa, ijara bo'yicha moshinangiz bo'lmasa degan holatlarda bu hammasi texnik jarayonlar. Siz e, ikki uch xil variantda yukni olib kelishingiz mumkinda. Masalan, taksida olib kelishingiz mumkin, shaxsiy mashinasida olib kelishingiz mumkin xodimni yoki kontragentingiz mashinasida olib kelishingiz mumkin, ijarada olib kelishingiz mumkin bo'ladi. O'sha holatlarda demak sizda e, moshina посторонний moshina bo'lsa, посторонний moshinani sizni korxonangizga aloqasi bo'lmasa, texnik jihatdan qilishingiz mumkin bo'lgan holat nima desangiz, o'sha siz korxona nomida hech qanaqangi moshina bo'lmagan holatda, lekin kontragentga TTN berish kerak va hokazo bo'lgan holatda mana bu yerda boshqa avtomobil egalari degan bo'lim bor TTNda. Bu o'sha balansida moshina yo'q, ko'chadan taksi ushlab ketyapti yoki Yandexda ketyapti yoki hokazo holatda direktor mashinasida olib ketyapti degan holatda mana bu yerga stirga o'sha mashinani egasini stirini yozganingizdan keyin avtomat firmani balansida bo'lmasa ham chiqadi mashina. Bu texnik jihatdan berayotgan maslahatim sizga. Dekabr oyi bilan o'zi faktura berish imkoniyati yo'q. Hozir faqatgina siz dekabr oyiga qo'shimcha yoki tuzatuvchi shot faktura berishingiz mumkin. Masalan, ko'pincha buxgalterlarimiz summani o'zgartirib bering yoki nimani to'g'irlab bering degan holatda faktura so'rashadi, sotuvchi shot faktura so'rashadi. Bu nima uchun bo'ladi? Qachonki o'sha fakturaga o'zgartirish kerak bo'lsa, dekabr oyi uchun hozir siz oldin faktura yuborgan bo'lsangiz, dekabr oyi sanasi bilan tuzatuvchi shot faktura berishingiz mumkin o'sha fakturaga. Hop, TTNda добавить груз qilib jo'natsa 2-3 marta borib kelgan bildirsa bo'ladimi? Siz bu yerda asosiy masala mashinada yukni masalasida, siz bitta mashinada bir nechta adresga, bitta kontragentda bir nechta adresiga borsangiz, qo'shib qo'shib ketaverasiz. Yuk qo'shish qilib adres qo'shaverasiz-da bu yerda. Bitta mashinada bir nechta adresga borsangiz, lekin bitta mashinada 3 reys qilib bitta odamni o'ziga 3 marta borsangiz, 3 ta TTN qilishingiz kerak bo'ladi. Farq shunda. Direktorda biriktirib TTN jo'natsa soliq oqibati mavjudmi deyapsiz. Bu yerda tekin xizmat qilib baholasa foyda orttirishi mumkin. Hozircha perevozkalarning narxi bo'yicha statistik ma'lumotlar yo'qligi uchun mana bu TTNda oraliq masofangiz ham nazoratga olingani yo'q. TTN bo'yicha yukli narxi ham nazoratga olingani yo'q. Lekin qachondir tizimlar ishga tushib, bu yerda hamma narxlar hisobga olinganda sizda o'sha pastoronniy moshinadan foydalangan bo'lsangiz va jismoniy qaysidir begona jismoniy shaxsni moshinasini qo'yib olgan bo'lsangiz, unga 12% daromad solig'i yoki korxonaga foyda solig'i oqibat tekin xizmatlardan foydalanganligi uchun kelishi mumkin bo'ladi. Shunga tayyor turishimiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda e, mana bu holatda e, как biz rejim nimadamiz, tizimda yo'lga qo'yish jarayonidamiz. Shuning uchun mana bu narsalarga ko'z yumayapti. Qo'mita ham, sayt ham injiqlik qilmayapti. Bo'lmasam ertaga bu ham narx-navo aniq bo'lgandan keyin bozor qiymati degan tushuncha bor soliq kodeksida. Ya'ni Toshkent, Qo'qon masalan perevozkani bozor qiymati kelib chiqadi albatta. Chunki perevozkani ofitsialniy qiluvchi tashkilotlar bor. O'rtacha bozor qiymati olib turib, sizga yo'l qaro qiymatini tekinga olganingiz yoki yo'l qaro qiymatini pulidan fadohat ushlamaganiz oqibati e, soliq oqibati kelib chiqishi mumkin. Hop, 12 yanvarda dekabrda kontrakt fakturasini откат qilgan bo'lishi mumkin. Siz shot fakturani 7 yanvar kuni jo'natgan bo'lsangiz, dekabrda sanasi bilan u bemalol 12 yanvar kuni отказ qilib yuborsa bo'ladi uni. Hop, TTNlar bugungi kunda umuman Face ID bilan tasdiqlanishi shart emas. Siz o'zingizdan jo'natasiz bo'ldi. Ya'ni u kontragentingizdagi odam, shopper Face ID qilish shart emas. Variant TTNda jo'natasiz. Hech qanaqa soliq ilovasidan kirib tasdiqlab qo'yish kerak emas. Ya'ni bu cheklovlar o'sha noqulaylik olib kelib turganligi uchun olib tashlandi. Siz demak erkin holatda обычный shot faktura yuborgan TTNda yuborasiz va kontragentingiz uni ixtiyoriy holatda tasdiqlashi mumkin. Manimcha